Assalomu alaykum. Hozir bir shunaqa bir ajoyib inson to'g'risida gapirishlikka to'g'ri kelib qoldi. Endi Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, Nurdin akam Haydarovni biz shogirdlari, bir ukalaridek gapirdik-da. Bu Nurdin akamni hamma qo'shig'ini, hamma qilgan mehnatini bitta taroziga qo'yardik-da. Odobini bitta taroziga qo'ysangiz, odobi hamma narsasini bosib ketardi-da. Bu odam mana O'zbekiston xalq artisti bo'ldi, ichki ishlar polkovniki bo'ldi. O'zbek xalqiga beminnat bir xizmat qilgan ulug' san'atkorlarning qatorida Nurdin akam Haydarov bo'ladilar. Nurdin akam Haydarov kichik ko'ngilligidan o'sha to'yga aytsak, Nurdin aka to'y qilyapman, o'g'il to'y qilyapman, yo ukamni uylayapmiz, yo mana shunaqa edi, Nurdin aka kelib beralasizmi? Siz vaqti bo'lsa bir kun oldin kelardi-da. Yana to'yini ham kelardi. Men bir narsaga bir umidvor bo'lgan san'atkor basda, bir xudoga yaqin san'atkor bo'lgan Nurdin akam rahmatli kirgan to'yda hali pul qistirishlar deymiz-ku. O'zidan o'zi hamma yo'qqa hozirga muxlislar maza qilganda o'sha hozir hali $2000 ga boraman, $5000 ga boraman, $500 ham o'tib bermayman deydigan san'atkorlar bor-ku. Nurdin akam vaholanki 5 so'm olmasdan odamni hurmat qilib kelardi. Hali undan ziyoda tushardi. O'zbekona qilayotganda qoplab pul olib chiqib ketardi. Shuning uchun boshqa haligi san'atkorlardan farqi ham shunday edi. Lekin qo'li ostidagilarga, shogirdlarga mana o'tib ketayotgan bo'lsa Toshloqdan, biz endi Toshloqlik bo'lganimiz uchun mabodo ko'chada ko'rib qolsa, yur o'tir. Ya o'tir. Kiyimni ham qo'yib ketdik. Borib to'yga borsak, o'zi 14 ta 15 ta sostavi bo'ladigan bo'lsa, ashlarni ichidan orttiribmi, boshqa qilib mahkam o'sani pulni olib qo'yasan. Nurdin aka nima qilyapti? Yo'q. Bu sana rizqingni Xudo o'zi bergan. Bu anaqa emas, shu mana shu rizq saniki olasan deb shunaqa bir kamtarona ijodlari, o'zini kamtarligi bilan xalq ichida o'sha Nuriddinjon degan o'vrikka, martabaga erishgan. Shuning uchun biz Nurdin akam bir shogirdi, ukasi sifatida bunaqa san'atkor 100 yilda bir keladi deydi-ku, xuddi o'shaqa san'atkorlardan bittasi ustozimiz Nurdin akam Haydarov. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bizni eshitganlar ham Allohning bir yuksak mukofotlarga loyiq bo'lsin. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Sizga ham rahmat, eslaganingizga. Salomat bo'ling aka. Unchalik anaqa bo'lmasa ham shu endi. Go'zal, chiroyli, haqiqiy. Berdilar hoji aka, siz ham bir xotiralaringizdan, Nurdin akamdan, o'sha xotiralardan bir narsa deng aka. Endi xotira ham zo'r narsa-da aka, xotiralab turish kerak. Albatta, biz endi Nuriddin bilan oramizda yosh farqimiz ko'p bo'lmagan, 3 yosh bo'lgan. Hop. Shuning uchun deyarli tengqur hisobida armiyadan kelsak, Nuriddin rahmatli shu Miyamin akam Qirg'izibga shogird bo'lib yurib, orada bularda o'sha guruhlarda, sostavlarida ashilla aytib yurgan ekan. Bexos shu ovozi xalqqa ma'qul bo'lib, tanilib qoldi. Picha vaqtlar o'tgandan keyin Miyamin akam sharoit qilib oqpata berdilar alohida o'zini. Sostavi bo'ldi. O'zini sostav bilan yuradigan bo'ldi. Shu biz yaqin
aka uka bo'lib yurganimizga bizga ham Nuriddin akani aytib bersangiz. Yo Imyaman akani muxlislari Imyaman akani. Xo'p. Shularda qaysi goho birga bo'lishadi, alohida sostav bo'lishsa. Nuriddin oldin borib yurib, telefonlar u paytda tanqis, har safar boraverish. Mana işte shu ham yo bo'ladi, yo bo'lmaydi, yo uxlayotgan bo'ladi. Uning ichida telefonda yo'qligi, yaxshiligi shuki, Nuriddinni rahmatli ota-onalari bilan tanishdik. Otaxon kam gap edilar, Nuriddinni padar buzrukvorlari, lekin onaxon dam olayotgan bo'lsa, Nuriddin Ali dam olyaptilar. Hozir o'g'ataman. Nuriddin Ali tur Marlolli akang keldi deb ovozlari eshitilib turardi. Bela choqilib to'yda aytib keladi. Keyin xat-pat yozib beradigan bo'ldik. Xullas qisqasi, keyin biz Farg'onada o'qishlardan keyin Toshkentga ketdik. Toshkentda o'qib yurganimizda bitta narsani birinchi borilishini guvohi bo'lganman. Aytay, ben Marlollik o'sha Anvarjon aka Mamajonov Zarb laqabini olgan doirada shu yerda jaranglatib eng zo'r doirachi bo'lgan. Shu bilan qadrdonmiz va jurnalist Bahamajon aka Obidov bilan Bahamajon aka Obidov o'sha paytda O'zbekiston televideniyasida yoshlik o'sha studiyasida ishlaydilar. Birga uchalamiz ketdik. 3 kishiki, men, Anvarjon aka Mamajonov, Nuriddin va rahmatli Muhammadjon Xoliqov, Misha deyishadi. Bu doirada. Ashlarni zo'r. Borishdan maqsad Muhammadjon aka Obidov Toshkentda Sverdlov konsert zalida katta san'atkorlar konsert berishyapti. Shuni ichida bir ikkita qo'shiq aytishga ruxsat olgan Ahmadjon aka Nuriddin uchun alohida. To'g'ri Sverdlov konsert zaliga bordik. Borsak, odam ko'p, anshlag. Iskandar Quvandiqovlar adashmayotgan bo'lsam, Iskandarda otlar o'sha qora O'zbekiston xalq artisti. Jumaniyoz Jabbordu ekan, Baxtiyor Xoltoyev degan esimga kelgandan aytyapman. Hatto juda ko'pchilik. Bu endi 79-yilda o'sha kuzga yaqin paytlari. Nuriddin o'shanda 22 yasharli yigit. Biz endi 25 ga kirganmiz. Xullas navbat berildi. Nuriddin ikkita aytdi, boshqasiga navbat berildi, zal endi larzaga keldi. Boshqaga navbat yo'q. Bitta aytdi, ko'pish. Xullas 6 ta aytdi. Nuriddindan ter chiqyapti. Biz birinchi qatorlarda o'tiribmiz. Xijolatdan. Unaqangi Nuriddinni xalq ali katta konsert zallarida menimcha qayta qo'yib olmaydi taklif qilinishi birinchi marta. Chunki markaz Toshkent Sverdlov konsert zali u gap konsert zalidan ham tashqari u attigi navbat berilayotgan ustozlar buyuk ustozlar, ulug' ustozlar. Ularda oldida beadab qilib qo'ymay, beadabchilik qilib qo'ymay deb Nuriddinda xijolat bo'lgan edi. Ular chiqishdi, yarimiga yetkazmay tomoshabinlar tushirib yuborishdi. Shuni guvohi bo'ldik. Endi hatto o'sha joyda Sverdlov konsert zalida yoshlar ham tushirishvardi hoji aka, yarimiga ketmasdan. Kimni tushirishvardi? Tushirishvardi deya. Baxtiyor Xoltoyevni tushirib yuborishdi. Keyin nima chiqdilar? Quvandiqov chiqdilar. U kishiga ham javob bo'ldi. Ular zo'r, men ularni hech kamsitmagan holda gapiryapman. Tushirishga ular tushing deb aytishmadi. U ustozlar shunaqaki, zal endi qarshi solib nimani urib qoldi tepib turishsa, ular majbur Quvandiqovlar tushib ketdilar ustoz. Nima dedilar? Mayli boshlarga yo'l beraydilar. Keyin Nuriddin chiqib haqiqiy o'zbekona, parloncha, vodiycha qilib
biz bu ustozlardan o'rganishimiz kerak edi. Bizga juda noqulay bo'ldi. Ustoz, bizni ma'zur tutasizlar, kechiringlar. Haqiqatda bizni ham dilimizda shu gap turibdi o'sha ustozlarga nisbatan. Sabab Nuriddin o'sha ashullalari bilan 5-6 ta aytgan ashulasi bilan tanildi o'sha o'zida tanildi. Keyin televideniyega chiqildi, konsertlar tugadi, hammasi bo'lib Nuriddin tanib shu bilan birinchi tetapoya qadam shundan boshlab Nuriddin Toshkentda bo'lib ketdi. Toshkentda ijod qiladigan. Bularda hammasini ko'rdik. Sabab o'zim ham o'shda o'qiyman. O'qishni bitirib keldik, to'ylar qildik. To'ylarda endi vaqt bo'lib aytolmadik. Toshkentdan Nuriddin Rahmatli esimda chiqmaydi, sostavi bilan to'ydan bir kun oldin kelib, aka ertaga o'zimiz xizmat qilamiz dedik. Va alonchi akalar ekan, boshqa ekan, biz bugun xizmat qilsak maylimi deb, meni boshim osmonga yetib, o'zimga juda noqulay bo'lib, shu sovzashni shom paytida boshlangan bo'lsa, kechasi soat 3 gacha bazm bo'ldi. Hamma to'y qatnashchilar, u paytda sovzashchilar to'yda singari bo'lardi, hamma o'sha xizmatlar. Endi kamtarligi ulug' odamlar, haqiqiy mutaxassis, o'zini kasbiga mutaxassislar kamtar bo'lishadi. Men yoshimiz juda ulug' bo'lmasa ham ancha yoshga borib qoldik. Xoh texnika sohasida bo'lsin, xoh haqiqiy mutaxassislar juda bir kamtar bo'lishadi. Mali qahramonimiz Oqil aka Sharofiddin Rahmatli bir gaplarni eslayman. Shu marhamatdan bir yigit chiqibdi, Muhammad Yusuf shoir nazarda tutib aytdi. Qarang, gaplari oddiy, o'zimizda gaplashib o'tiradigan gaplarga o'xshaydi. Lekin bunday she'rni o'qisangiz, terim marjon qilib qo'yibdi-ya. Oddiy sodda so'zlarda. Nuriddin ham o'zini o'sha soddaligi, chiroyli muomalasi bilan asosan o'sha ko'ngli ochiq, bag'ri kenglik bilan xalq ichida qoldi. Xalq nazarida, xotirasida qoldi. Qo'li ham ochiq edi, ko'ngli ham ochiq edi, bag'ri ham keng edi. Hech bir narsaga talashib, birov bilan nizolashganni yo og'zidan bir nojo'ya gap chiqqanini eshitmaganman. Endi yana bir o'rni kelsa aytish mumkin bo'lsa, Nuriddin Rahmatli Amerika safariga ketib qoldi. Amerika safariga ketib qolganlardan keyin Rahmatli shuni volidai sharifalari onaxon dunyodan o'tib qoldilar. Eshitdik, juda ko'p odam borgan. Sherali aka Jo'rayevlar rahmatli o'sha yerda, boshqa biz endi Marg'ilonimizda Sobirjon Hoji dada degan juda taniqli Vodiy O'zbekiston taniqli ilmli odam bor. 4 kishini masjid a'zolari bilan birga olib bordik. O'sha yerda qarangki, o'sha Toshkentga borgandan keyin Sherali akaga shogird bo'lgan bo'lsalar, Sherali aka ham xuddi o'sha yerda kamtarlik qilib, har bitta kelgan odamni Nuriddinning yo'qligini bildirmay, o'zlari yugurib chiqib, o'zlari kuzatib, so'rashayotganda haqiqiy pastroq bo'lib ulardan boshlarini egib, mashina qilib so'rashganlari yoki quchoqlab so'rashganlari meni esimda. O'sha dafn bo'ldi, hammasi o'tdi. O'tgandan keyin necha vaqtdan keyin Nuriddin keldilar. Endi dafnga ham Nuriddin tanilib ketgan odam juda ko'p odam bo'ldi. Bitta farzand, o'g'il farzand o'stirgan bo'lsalar, bitta emas, 10 ta o'stirgandan ziyoda odam, xalq to'plangan o'shanda. Shuning uchun hadis shariflarda aytilgan o'tganlaringizni yaxshi tomonlarini, albatta yomon tomonlarini hozir biz eslamaymiz ham. Rahmatli Nuriddin faqat chiroyli holatlarda bildik. Shu kamtarliklariga mana O'zbekiston qanaqa unvon bo'lsa oldilar. Lekin bitta narsani ta'kidlab qo'yib, bu o'zimiz ichimizdan tashqari boshqa joylarda
televideniyada yo ommaviy axborot vositalarida doim She'rga albatta hammaga ustozlar, She'rgani shogirdi, to'ppa-to'g'ri She'rgani shogird. Lekin birinchi ustozlari shu Toshloqlik Farg'ona pedagogika institutining muzika o'sha fakultetida ishlagan fan kandidati Imyamin aka Qirg'iz bo'ladilar. Qo'llariga olib berib, kamshillarni to'g'rilab, billa sastavda olib, ashilla ayttirib yurgan shu Imyamin aka. Men bular bir-biridan kam ortiq qo'ymoqchi emasman. Undan keyin u kamchiliklarni to'g'rilagan she'rgalar u katta dargohlarda bulardan Nuriddin o'rgandilar. Hammasi chiroyli bo'ldi. She'rgada o'sha xalq artisti bo'lsa bu kishiga ham berildi mana. Bu degani Nuriddin ustozlarni ham nazardan o'tdi. Ustozlar duosini oldi, ota-onaning duosini oldi, xalqni nazariga tushdi. San'atkor olishi lozim bo'lgan qanaqa unvonlar bo'lsa, Xudo taolo bu kishiga nasib qildi. Endi bu dunyodan salomat umr qisqa ekan. Hech qanaqa do'stlarga malol keladigan ish qilmayapti. Oxirat dunyosiga rihlat qilib o'tib ketdilar. Mana biz xotirlab o'tiribmiz. Xudo taolo Nuriddinni va u kishidan oldin o'tgan barcha ulug' ustoz, yoshman, qag'rimi ketgan barcha marhum ustozlarni Xudo rahmatiga olsin. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilsin. Xudo taolo bularning orqasidan farzand va arjumandlarini iymonda, islomda, taqvoda qilib, Allohni rozi qiladigan amallar qilishliklarida Xudo taolo o'zi nusrat bersin, yordamchi bo'lsin va hammamizni ham Alloh taolo roh rost yo'lidan adashtirmasin. Bizlarni barchalarimizdan, o'g'il qizlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana dasturxonda yozib o'tirdilar. Bu gaplar haqda edi. Lekin mana shu dasturxon ustida gaplashib o'tirib, bir xotirlab shu gaplar yuragimizdan vulqondek mahkam bo'ydan bizdan chiqsa, chunki bu haqiqiy bor gaplarida o'zimiz esimizga kelganini aytdik, hali esimizga kelmagani qancha xotiralar bor. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Chiroyli dasturxon yozgan mahkam bo'yda ham o'ylab turgan har niyatlarni ziyoda qilib bersin. Bitta narsani eshitdik. Otabek, men Ubaydulla Alixonovman. Salomat bo'ling. O'sha ertadan Mahkambo'y ukamiz siz bilan birga ekanlar, ishonchli. Sastavda ishonchli qo'llarda, ishonchli o'sha quchoqlarda ekanlar. Bu kishi chiroyli zo'r ish bo'pti. Otabek, siz mard, zo'r, vodiyga yarashgan, ana yaqinda Ashildes yil qo'shig'i bo'ldi. Shu bilan ham tabriklayman. Men uni oldin eshitib yurdim, chiroyli qo'shiq bo'pti desam, yana hayotga qayta kelsam, seni sevardim degan ashulalari hid bo'lib birinchi o'rinda oldilar. Alloh omadingiz bersin, siz ham mahkam bo'yda ham hammamiz. Alloh. Xush kelibsizlar hammanglar, salomat bo'linglar ilohim. Maza qildik.